8-mart bayramlaringiz bilan o'rtoqlar. Qizlarimga, mayopam va menga mamlaqa qilib gul berib yuborganlar. Thank you, gulga solib qo'yamiz. Nega turmushga chiqasanmi deydi. Are you so funny you girl? Yes men. Unday qilmay video qo'yapman. Aytinglar, bayramlaringiz bilan deylar. Yasmin, oh my goodness. You are really very funny. Assalomu alaykum. O'zim o'rgilay jonim qizim. O'rtoqlar akkauntimdagi qizlarni, ayollarni sizlar уже ko'rganda o'tgan bo'ladi bu bayram. Biz uchun bugun bo'lyapti. 8-mart bilan hammani chin qalbimdan tabriklayman. Har doim chiroyli bo'lib, yosh bo'lib, sog'lom bo'lib va eng asosiysi kerakli va sevimli bo'lib yuringlar. Imonaxonni hozir pianinoga olib kelyapman, chunki bugun pianinodan darsi bor. Hozir o'qituvchisiga sovg'a ham olganmiz. Vроде Amerikadagilar bu bayramni nishonlamaydi. Bu yerda alohida bayram bor ayollar uchun. Bu Mother Days, ya'ni onalar kuni. No, bugun o'qituvchisini tabriklamoqchimiz. Va pianinodan chiqib keyin restoranga boramiz. Faqat qizlarim bilan, xo'jayinim bormaydilar, chunki bir dugonam ham qizlarni olib keladi. Bugun haqiqiy qizlarni va ayollarni kunini qilamiz. Qizim after school ham bu yerda. Yes, because today weekend day. Keyin hozir Imona bilan yo'lda bilasizlarmi, mana gaplashib ketyapmiz. Meni YouTube'dagi подписчиklarimni Imona уже biladi, что YouTube'dan подписчик ko'p bo'lsa, diamond knopka, gold knopka, ya'ni brilliant va tilla knopka olish mumkinligini. Men hozir tushuntirdim. Menga yana 20,000 obunachi kerak. 20,000 obunachi yig'ilgandan keyin biz birinchi bo'lib kumush olamiz. Kumush qanaqa bo'ladi? Silver deyapti. Oyoq kiyimini ko'rsatdim. Silver mana shunaqa ranglisidan. Oh yeah, I know dedi. Ha, men buni bilaman dedi. Xullas, bizga silver knopka olishimizga oz qoldi. Lekin подписчиклар hali yetarli emas. Fursatdan foydalanib sizlardan iltimos qilardim. Videolarimizni qarindoshlaringizga, tanish bilishlaringizga podelиться qilib, meni kanalimga ularni taklif qilishlaringizni, Xudo xolasa kumush knopka olsak, bu meni ham orzuyim. Orzuyim amalga oshadi xullas. Keldik. Yangi o'rgangan muzikasi. O'qituvchisi chiqib ketdi, chaldirayman. Qaranglar qanaqa chiroyli muzika. On E flat. So this is our position. Oh. Yeah. Okay, take a look. Hands off. Different. One. Hands off the piano. 1, 2, 3. Very close. Yes, that's it. Gonna try one more time. 1, 2, 3. Good. Okay. Let's start from the beginning. And this time you don't need to say the letters, but you mana o'rtoqlar, asallarim bilan, meni gulg'unchalarim bilan chiqdim. Tezgina make-up qilib oldim, sochimni dazmol qildim, bo'ya hamma yo'g'im bir balolar bo'lib yotgan edi. Hozir restoranda Madina ismli samarqandlik qiz bilan va uning ikkita qizchasi bilan ko'rishamiz, o'zimiz bilan sovg'alarimizni olib olganmiz. Madina
biz bilan birga Young Fashion Show modalar namoyishida qizi bilan qatnashgan edi. Xullas o'sha dugonam bor. Mayli o'zbek amaki bor, shuncha gapirmayman. Nima ekan? To'rtovla metroga o'tirib oldik. Hozir ikkalasiga ketyapman. Restoranga kirgandan keyin meni jahlimni chiqarmaylar. Agar jahlim chiqsa, qanday qarayman ikkalanga? No. It's too much qizim. Ana shunday qo'g'im uyib qarasam nima qilasizlar-ki? Jim o'tirasizlar-ya. Smart bo'lasizlar-ya, aqlli bo'ladi ekan bular. Mana bu yerda ham gul sotilyapti. Kel ko'ramiz. Bayramga. Ana qaranglar. Odamlar yosh qo'ygan qizlarga gullar berishgan. Vau, qanday chiroyli gullar. Vau, qara qanday chiroyli. Chopib ketdi ikkalasi. Qaranglar gullarda. Vau, qanday chiroyli gullar. Yo'da ana biz restoranimiz. Qiz Karina, don't forget name. Mana bu. Salom ber. This is. Здравствуйте. Assalomu alaykum. Dugonamni kutyapmiz. Kech kelaman deb ogohlantirgan. Qizlarim chidolmaydi mana. Ovqatlanib o'tirishibdi bular. Hozir kirib kelib qoladi. Oynadan ko'rdik mehmonimiz hozir kirib keladi ikkita qizchasi bilan. Kamerani tayyorlab turibman kelishiga. Ana kelyapti, ana Yasina. Mana bizning mehmonlarimiz. Turgin, salom bergin. Imona nima deyish kerak? Qaranglar, arzimaga ikkita podarka olib kelib, 2 sumka podarka olib ketamiz hozir. Oh my goodness, og'ir ko'tarma bolam. Nima o'ynayapsizlar? Restorandan keldik mana. Uyda bizning mamlaqa surpriz katta buketlar. Kim berdi kuzim? Dadajon, dadasi qaranglar qizlarimga qanaqa gul olib kelibdi. Because today happy women's and the girls day. Are you happy? Dadajonga thank you dedilaringmi? O'rtoqlar mana restoranga borganimizda bizga Madina qizlarga va menga sovg'alar berishdi. Ochinglar, ko'ringlar nimalar bor ekan. Vau! Vau, chiroyli ko'rsat Yasmin sen ham. Vau! Kitob. Raskami bu? Vau! Nima bu ichida? Ichida nima bor? Anaqa kendilar bor, boya yo'lda ham rosa yeyishdi. Thank you deylar. Madina xola deylar. Okay, solib qo'yinglar endi. Bu yerda menga bergan sovg'alari. Hozir ko'ramiz ichida nima. Madina Samarqandlik. O'shaning uchun mamlaqa chiroyli menga sumka beribdi. Qaranglar qanaqa chiroyli, rosa yoqdi. Buni restoranda sirazi ochib ko'rdim, prям juda ham yoqdi. Uyga mamlaqa qilib qo'ygani chiroyli gul. Anaqa kitob. Kстати, bu kitob emas, bu bloknot. Men bu yerda Aysha sizga Qur'on kitobi bitta podarka qildim dedi. Angliyskiy qanaqadir kitob ham sovg'a qilgan. Buni hozir taku ochib ko'rsatmayman, просто mana shunday ko'rsataman. Ko'zlaring shuncha chiroyli sovg'alar beribdi. Baraka topsin, iloyim. Katta rahmat Madinaga.